bronzalarimizni hozir ko'rasizlar, mana jo'jasi. G'ozdan ham 2 barobar, 3 barobargacha tog'larga mana taqqoslasa kattaligini mana. Tovuq qayerdan keladi? Tuxum tug'adigan tovuq bu. 2 yillik. Bularning bo'yini qaranglar, balandligini. Juda baland. Xo'roz ham eng bu qora shahzoda aralash. Kichkina xo'roz emas, katta juda. Mana hozir qo'limni uzataman. Bo'yini endi где-то mana shu yerdan hisoblasam taxminan mana bu 20 santimetrdan desam 30, 70, 91 metrdan uzun bo'lagan bu. Makonlarning bo'yi past bo'ladi mana. Mana shunda ham kilogramni o'lchab ko'rsam, mana bu ham o'rtadagi makon. Mana bu ham makon. Mana xo'roz. Xo'roz chasi endi bu. Kichkina deb aytadilar. Mana endi kattasi. Juda yirik narsa-da, endi buni bir oyga 3-4 kishi bo'lsa bir oilada yeb tugata olmaydi. Juda yirik narsa. Buni ko'ramiz agar juda chiroyli bo'lgan odam to'yiga ham kelmaydi. Bir restoranga ham, choyxonaga berib yuboramiz. To'g'ri kelsa. Gigant. Dinozavrlar bular. Mana joydar. Yem 2 yillik xo'roz. Lekin bularni mana bu yerni taqqoslasa juda chiroyli narsa bo'pti, ya'ni qora. Qarashig'liq zo'r. Ertalab bir mahal bug'doy, makka jo'xori yeyapti. Keyin hozir zalaga aylantirmayapman bularni. Foydasi yo'q. O'tda rasoq tashlar. Chiqmaydigan tashlar. Bularga uncha emas, mana jaydarlar juda yomon. Jaydarlarimiz juda yomon. Mana vaqti cho'q tashlaydi. Mana shunday o't qo'yaman, bog'lab. Yeb o'tiraversin. Endi o't ekilmagan bo'lganda shunday qilsa bo'lardi. Boqsa bo'ladi sayr qilib. Onda-sonda keyinroq sayr qildiraman mana bu yerlarda. O'rdachalar to'q, lekin juda ko'z tegmasin. Yaxshi katta bo'lyapti bular. Mana bu yerda ariq bor, mana bochka turgan joyiga. Ariq suv ochaman. Ular maza qilib cho'miladi, yayraydi, sakrab-sakrab. Yaxshi. Qolganlar qayerga ketdi? Mana ikkitasi. Ular xudo xolasa ko'paytiramiz bular. Jo'jachalari ham 4 ta qoldi. Ular eng boyovoy baquvvatlar. Bitta qoldi. Xudo xolasa katta bo'lsin bular. Shunaqa yerga paytim kelib non sepib ketaman. Pastdan ishim shu, shularga qarash, shuning uchun hech yemasin. Juda yaxshi katta bo'lyapti. Piyoz berib ketaman, mana piyoz keltirib qo'yaman. Pastdan bekorchilikdan piyoz to'g'rab, oqlar juda chiroyli bo'lyapti. 2 ta makon, bitta xo'roz qoldi oqadan ham. Qolganlari mana bronzasi eng katta xo'rozi bu. Hozir 300 mingga ham buni 300 mingga sotsa bo'ladi, mana shu. Buni olib qolaman, sotmayman. Mana bunday ko'kalar mana. Hozir aytaman, mana bundaylar 250 ming so'm bozorda. Mana ular ham 200 mingdan kam bermaydi. Bularni olib qolaman bular. O'roqlikka bu yil xudo xolasa ko'paytiramiz. Suv ochaman, cho'miladi bular. Mana uni yirikligini qaranglar, bu
ikkinchi yil ketyapti makiyoni. Kuz och ovqatda mana uchta xo'roz och ovqat uchalasi dinozavr. Uchta katta. Mana bular jo'ja makiyonlari. Mana kattasi onasi. Yana bitta bor mana onasi. Qozonni kattaligi jig'ildon. Makkajo'xori eng zo'r don hisoblanadi. Bular uchun juda yaxshi to'q saqlaydi. Erimak uchun o't bog'lab qo'ysanglar bo'ldi. Sayr qildirish ham shart emas bronzalar. Juda oson mana bu bronzalarni boqish. Endi yemi, конечно, yeydi, ko'p yeydi. Mana o'zi kichkina xo'rozlari, endi kichkina deb bo'lmaydi, bular ham 6 oyda oshyapti. Mana bu kattasi qatori bo'lyapti. Yangi yilga xuddi shunday bo'ladi bular. Baland yirik bo'ladi. Ko'p savollar bo'ldi, nasl olsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Ayniqsa makiyondan juda yaxshi olsa bo'ladi. Chunki mana joylari qora indikni qo'shib qo'yibmiz mana. Har ehtimolga qarshi. Lekin mana shulardan jo'ja chiqdi mana ikkita kattadan. Yana bittasi bor, so'yib yubordim. Juda yaxshi chiqadi. Nasl. Gibrid. Bular juda yirik narsa. Videoda uncha bilinmaydi. Lekin yonidan qaragan payti bilinadi. Realni. Mana g'ozlar qanday katta bo'ladi, qaranglar, g'oz. Erkak g'oz ana shu 1 yillik g'oz. Shu g'oz ham endi g'ozni ham kattasini ko'rganman chet davlatlarda. Lekin indukni mana bo'yi uzun eng yirigi ana shular bo'ladi. Bronza, cross. Bular endi to'g'ri 50 kilo vazn qilmaydi, lekin bo'yi uzun bo'ladi. Yirik narsa bo'ladi. Даже big oltilar ham bularga hech qaysi kurka teng kela olmaydi bularga. Bular nasl qoldirishi bilan mana shu o'zini chiroyi bilan yaxshi go'sht berishi bilan, yirikligi bilan, immunitet baquvvatligi bilan kasal tegmaydi bularga. Immunitet juda sovuqqa chidamliligi bilan hamma indiklardan ajralib turadi. Bularni shu maxsus o'zi har xil indiklarni shu genidan qushlar genidan olib nima deydi? Tayyorlanganda bular urchitib, chatishtirib, iskustuvni tayyorlangan kurkalar go'sht yo'nalishi uchun. Endi buni biza mahalliylashtirib ko'paytiryapmiz, ko'paytirmoqchimiz. Ko'pchilik ham tushunyapti, mana videolar tashlashyapti gibrid kurkalarni. Juda yaxshi variant. O'zimizda endi o'zbekchilikka qulay variant bu. Kattalashtirsa bo'ladi. Joylari indiklar mana shu qatori mana shular mana. Kattaligini qarang. Mana shu makiyoni ham даже xo'rozidan eng kichkina makiyoni yurtdi hozir mana shu. Mana shu eng kichkina makiyoni bronza. Eng katta shu xo'rozidan ham katta bu. Shu makiyon. Mana shu oqam xo'roz, bundan kattasi ham ichiga bitdi. O'shandan ham katta shu makiyon. Eng nozigi bo'lmasa bu. Taqqoslash uchun. Shu bilganlarimizcha ma'lumotlarni berib boraveramiz. So'raganlaringiz uchun savollar ko'p bo'ldi. Xudo xolasa mana qora shahzoda yuribdi. Hozir bitta tovuqimiz qurib qolgan ekan, uni ham bostiramiz. Ikkinchi marta ko'rish. Qiziq. Kimgadir qiziq tomosha qilish. Tomosha uchun aziz do'stlar.
qishloq sharoitida hozir bularni albatta vaqti keldi. So'yib go'shtga topshirsa ham bo'ladi, o'zi sotsa ham bo'ladi. Bizga zarar tegmaydi. Naslga baribir olib qolamiz makyonlarni. Xo'rozlarni bularni jaydariga qo'shamiz. Buni makyoni jaydar xo'rozda qo'shib, gibrid qilib ko'paytiramiz. Zato dehqonchilik bilan endiklar o'zimizda. Xullas shunaqa savol-javob yangiliklar, Xudo xolasa videolarni qo'yib boraveramiz. Kanalimizda obunachilarimiz ko'paydi, 33 mingtaga yetdik. Rahmat hammalaringizga e'tibor uchun. Mana bu tovuqchani ham shunday keltirib qo'shib qo'ydik. Delib ichaverdik. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringizning xonadonlaringizga yaxshi kunlar bo'lsin. 1-oktyabr ustozlar, murabbiylarni ham tabriklayman. Kanalimizda obunachilarimizdan bo'lishi mumkin. O'qituvchi, murabbiylar. Hammalaringizga sihat salomatlik, xonadonlaringizga yaxshi kunlar tilayman. Sog' va salomat bo'linglar aziz do'stlar.